DNK replikatsiyasiga tashqi omillarning ta'siri. Ushbu animatsiya DNK replikatsiyasi paytida DNK polimeraza ikkita ipini nusxalashda qanday xatolar yuzaga kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Noto'g'ri nukleotid iplaridan birgina qo'shilishi mumkin, bu esa nomuvofiqlikni keltirib chiqaradi. Odatda timinga qarshi adenin va sitozinga qarshi guanin bo'lishi kerak. Agar guanin noto'g'ri timin bilan bog'langan bo'lsa, bu potensial mutatsiya. Yaxshiyamki, hujayralar ta'mirlash mexanizmlariga ega. Xuddi shunday jarayon juda ko'p DNKga zarar yetkazishi mumkin. Kimyoviy reaksiya DNKni buzuvchi timin dimerlarini hosil qiladi. DNK shikastlanishining asosiy ichki manbalari hujayra metabolizmi natijasida hosil bo'lgan erkin radikallar bilan ham atalgan ROS, ya'ni reaktiv kislorod turlaridir. Erkin radikallar miqdori qarish bilan bog'liq toshbaqalar metabolitik tezligi juda past bo'lganligi sababli uzoq umr ko'radi. Ikki zanjirli DNK uzilishlarini tiklaydigan xuddi shu mexanizm gomologik rekombinatsiya meyoz davrida kesishidan ham ishtirok etadi. Bu irsiy o'zgaruvchanlikni oshiradi va evolyutsiyani boshqaradi. Insonning bir qancha genetik kasalliklari ma'lum yoki ta'mirlash nuqsonlari bilan bog'liq deb taxmin qilinadi. Ushbu nuqsonlar ko'pincha saraton kasalliklarining ko'payishiga